Tomoq og'riganda antibiotik qilish kerakmi, yo'qmi? Ya'ni virusmi, bakteriya? Qanday aniqlashni o'rganamiz. Buni aniqlash uchun Center kriteriyasini o'rganamiz. Bu kriteriyada har bitta harf bitta diagnostik topilma. C. Absent cough. Yo'talning yo'qligi. Agar yo'tal bo'lmasa, plus 1 ball qo'yamiz. E. Eksudat. Tomoqda qaraganda yiring eksudatning borligi. Agar yiring eksudat bo'lsa, plus 1 ball qo'yamiz. N. Nodules. Bo'yindagi, jag' ostidagi limfa tugunlarining kattalashishi. Agar ular kattalashgan bo'lsa, yana plus 1 ball qo'yamiz. T. Temperature. Temperatura 38 gradusdan yuqori bo'lsa, yana plus 1 ball qo'yamiz. Or. Yoshi 15 yoshdan kichkina bo'lsa, plus 1 ball. 44 yoshdan katta bo'lsa, minus 1 ball qo'yamiz. Shu ballarning umumiysi 0 dan 1 gacha chiqsa, katta ehtimol bilan bu virusli kasallik. Bunga antibiotik kerak emas. Agar ballar 2 dan 3 gacha chiqsa, bu yerda virus yoki bakteriya aniq emas. Buni aniqlash uchun test topshirish kerak yoki tomoqdan surtma topshirish kerak. Agar 4 dan 5 gacha chiqsa, katta ehtimol bilan bakteriyali kasallik. Faqat shu holatdagina antibiotiklarni qabul qilish mumkin. Agar buni bilmagan bo'lsangiz, do'stlaringizga yuborib qo'ying.